tanish nasos qadim o'tgan zamonda gaz degan oqma gaz bor zamonda ishlatilingan narsalar edi. Endi hozirgi kunda havo uchun ishlatyapmiz. Noqonuniy emas, qonuniy. Faqat buni ligrovkasini biz moslanmaganimiz uchun havoni ligrovkasi uchun mana bunday kranik qilib qo'yganmiz. Bu kranikda havoni kam ko'p qilish mumkin. Mana havoni ochib yuborsangiz, mana bu yerdan havoni kamaytirib, ko'paytirsangiz bo'laveradi. Ancha chang ko'p ekan Toshkentda eshitishimizcha, biz qishloqda yashaganimiz uchun Xudoga shukr deb o'tiribmiz. Xullas, assalomu alaykum qadrdonlar, hammalar salomatmisizlar? Xudo xolasa bugungi videomizni o'zimizni ustaxonamizdan olib borishga harakat qilamiz. Qadrdonlar, bugun deyman, umuman hozir faslimiz o'zgarib qishga qarab yuryapmiz. Qishga oid bo'lgan narsalarni sizlarga birinma-ketin tushuntirib berishga harakat qilaman. Xo'p, qanchadir atrobotkaning ustida ishlab, biz har xil garelkalar ishlab chiqardik. Yoki hokada, yo shu chorvaga, yo baliqxonalar, choyxonalar uchun har xil garelkalar ishlab chiqardik. Buni ustida uzoq ishlaganimiz uchun kimlargadir bu videomiz juda manfaatli bo'lib qoladi. Shuning uchun videoni o'tkazmasdan bir boshdan ko'rsalaringiz, o'sha boshimizdan o'tkazgan qanaqadir muammoli bo'lgan narsalarni yechimini qilganimiz yo yechimini qilalmaganligimiz haqida sizlarga ma'lumot berishga harakat qilamiz. Xo'p, bugungi temamiz xudo xolasa atrobotkada yonuvchi garelkalar va mana bunday hokada yonuvchi garelkalar. Bularni plusi, minusi, yutuqlari, zararlari haqida sizlarga ma'lumot berishga harakat qilaman. Xo'p, qadrdonlar, bu yerda ko'rib turganlaringdek har xil turlilari bor. Ba'zi birlarini yuki og'irligi uchun sizlarga ko'rsatib olib chiqqani yana sharoit bo'lmadi. Chunki kattaroq pechka katyollargacha yasab qo'yilgan. Hatto mana shu atrobotkada yonadigan katyollarimizni miyalarini qilib, ustanovkali bir ajoyib boshqacha qilishga harakat qilganmiz. Uni nima edi? Juda katta alangani ham, juda katta kuchli bo'lgan energiyani ham boshqarish qiyin bo'lganligi uchun ularni boshqara olmadik. Qanchadir ularni ham xudo xolasa yo'l-yo'lakay boshqarishga harakat qilamiz. Albatta uni yechimi bo'lgandan keyin sizlarga qo'yib berishga harakat qilamiz. Biz maqsadimiz sizni cho'ntagingizda pulingizni kamroq rasxod qilib, xullas chiqimingizni kamaytirib, lekin energiyani to'liq ushlab qolishingiz uchun harakat qilyapmiz. Mana bu yerdagi mahsulotlarimiz shunga o'xshash. Nima edi? Harakatlarimiz natijasi. Sizlarga ma'lumot berishga harakat qilamiz. Endi qadrdonlar, mana bu yerda har turli garelkalar turibdi. Mana bunday kichkina variantidan bunday kattaroq varianti, mana bu yerda mana bundaqa pushka varianti, mana bu yerda mana undan ham katta bo'lgan varianti, mana bu hozir mana eng ko'p ishlatilayotgan, chunki xalqimizga ko'p ishlatadigani bu. Mana bunday yana kattaroq bo'lgan variantlari bor. Bularni sizlarga qanaqa yutug'i, qanaqa zarari bor haqida ma'lumot beramiz. Xo'p, qadrdonlar, mana bu yerdagi mana bu birinchi qilgan garelkamiz. Ya'ni boshida sinov bo'ladi-ku, qana yonar ekan, boshqa bo'lar ekan degan narsa. Mana bu yerda havo liniyasi bor, mana bu yerda yog' liniyasi bor. Bu nasoslarimizni xullas bitta no tomoni elektr toki bo'lish kerakligi. Faqat mana bunday mini kichkina bo'lgan garelkalarimizga akkumulyatorda ham ishlaydigan variantlari bemalol akkumulyatorda yoqib ishlatsa bo'laveradi. Sababi o'sha 12 voltlik 12 voltlik motorlar ishlayveradi bularga. Endi sizlarga aytib bermoqchi bo'lgan narsam, mana bu garelkamizni nimaga biz bir dona yasab turib keyin qayta yasamadik? Sababi bu garelkamizni yutuq tomoni bu yonishi. Bu yonadi. Haqiqatda yog' kelsa, havo kelsa, bir marta o'sha qizib olgandan keyin yonish davom etaveradi. Faqat yonish balandligi shu taxminan 30-35 santimetrda yonadi balandligi. Buni funksiyasi mana bu yerdan kiradi havo. Mana bu yerda 2 qavat trubasi bor. Mana shu yerda kirgan havo bitta bosim natijasida ichkariga mana bunda teshiklar bor-da, ichkaridagi trubasida. Shamol kiradi, kirgandan keyin ichkarida yonish paydo bo'ladi. Buni nima zarari bor, nima yutug'i yo'q tomoni deydigan bo'lsalaringiz, mana bu yerdan kirgan shamol ichkarida aylanish, sirkulyatsiya hosil bo'ladi. Mana bu ichkaridagi metalni, ichkaridagi trubasini bu sovutib qo'yadi. Atrobotkani fe'li deydimi, xullas
buni yonishi yuqoriroq harorat kerak. Yuqori harorat deganda o'sha 300-400 gradus paydo bo'lgandan keyin atrobotka gaz holatiga o'tib garalkani ichida u yonadi. Bunda turbani sovutib qo'yganligi uchun o'sha harorat paydo bo'lmaydi, lekin yonish bo'ladi. Alangani bo'yi baland yonmaydi. O'sha darajada yonmaydi. Buni video davomida ham ko'rsatishga harakat qilamiz. Xo'p, baland yonolmaydi. Yana bitta minus tomoni, yaxshi yonolmaganligi uchun kirgan shamol atrobotkani atrofga sochadi. Bu soat rasxoti 5 litrga chiqib ketgan. Mana shu birinchi sinovimiz shu. Endi 5 litr soatiga rasxot qilayotganda bizning hududlarda 4000-5000 so'm atrobotkan narxi, deyli 5000 so'm bo'lsa 25000, 4000 dan bo'lsa 20000 so'mlik rasxot qiladi. Yonish effekti 30-35 sm balandlikda yonadi. Endi buni yasaganimizdan keyin bu nima edi? Xarajati ko'p tushdi. Mana bu funksiyada yasashga harakat qildik. Bu funksiyamiz mana ko'rsatishingiz mumkin. Mana bu yerda havo, mana bu yerda yog' liniyasi bor. Yog' albatta tepada turib yog' keladi. Mana shu qozonchaga yog' tushadi. Havo markazdan tashqariga qarab fudadigan holatni qilganmiz. Endi markazdan tashqariga fudaganda tagidagi atrobotka qanchadir gazlangandan keyin u gazlangan gazni yonboshdagi devorga purkaydi. Devorga purkaganda alanga bilan tegan, alanga bilan havo tegadi bu devoriga. Bu yerdagi harorat juda atrobotka uchun normal, zo'r sharoit yaratib bera oladi. Bu yerda katta harorat gradus paydo bo'ladi. Atrofi temirlari qizaradi. Bu mana shu holatda yonish balandligi biz 50-60 sm aytamiz, oluvchi odamlarga 56 sm yonadi deymiz, lekin 1 metrgacha yonaveradi. Atrobotka bilan havoni ligirovkasini qilishingizga qarab, deylik havoni ko'proq, yog'ni ko'proq bersangiz, balandroq yonaveradi. Buni sizni ko'zingizga deylik, mana shuncha yonyapti deydigan narsani qozonda misol qilib ko'rsatib berishim mumkin. Bu 100-200 litrlik qozonni oddiy ko'pchilik atalab pishiradi, yo bo'lmasa choyxonalarda ishlatadi. Shunaqa qozonni to'liq alanga egallaydi. Sabab mana unda yaqinlashgandan keyin mana bu yerda turgan qozon bu shuni yoyiladida to'liq qozonni egallaydi. Agar bu endi sizga maksimal holatini aytyapmiz. Agar atrobotkani ozroq beradigan bo'lsangiz, 1,5 litr ham rasxot qilaveradi. Faqat yonish balandligi kamayib boradi. Mana shuncha, mana shu atrofda yonadi, 1,5 litr, 1 litr rasxot qiladi soatiga. Masalan 10 talik, 15 talik qozonda bemalol osh-ovqat pishirsangiz bo'ladi. Xuddi gaz singari ancha-munchalik tutunni sezmaysiz. Masalan ustiga metal qo'ydik, metalni qoraytirgan yo'q. Sababi mana bu yerdan kelayotgan havo, bosim buni qorayib yonishiga yo'l qo'ymaydi. Agar shunga havo bermaydigan bo'lsak, qora tutun paydo bo'lib yonadi. Xullas, atrobotkani havo beradigan bo'lsangiz, gaz singari foydalansangiz bo'laveradi. Xo'p, bularda mana buni informatsiyasini aytdim. 1 metrgacha yonadi, 50-60 sm aytamiz. Mana bu narsa shuni kichkina varianti. Odamlar o'sha bizga kichkina o'sha 10 talik, 15 talik qozonlarga ham qilib bersangiz, hali kamroq rasxot bo'lsin deganda qilib berdik. Bu ham o'sha markazdan havo chiqadi. Bu mana bu yerdan kirgan havo buloqni singari atrobotka mana bu yerdan kiradi. Kirganda mana bu yerda havo kiradi. Havo kirib, o'sha markazdan havo atrobotka buloq singari chiqadi. Buni yaxshi bu holati faqat yog'da filtrlash shart. Umuman hammasida ham filtrlash shart. Endi bunda filtrlamasa bo'lmaydi. Chunki mana bu yerdan kirib buloq bo'lib chiqayotganda agar axlat boshqa narsalar kirsa, bu yerdagi yuqori gradus nagar bo'lib, axlat bo'lib to'planishi mumkin. Buni ichida, tagida. Bu holatda ham ishlab chiqardik. Bu ham olgan odam zarar ko'rgani yo'q, yaxshi effekti bor. Endi mana bu holatda yaqinda ishlab chiqdik. Bu holati u ham xuddi shunday yog' yuradi, havo yuradi. Bu balandligi shu 40 santimetrlar atrofida yonyapti. Yaxshi yutuq tomoni akkumulyatorda ishlashligi. Akkumulyatorda nasos ishlaydi, shu havo bunga normal yetadi. Hop, mana bu galerkan xuddi shunday. Avval bularning funksiyasi haqida informatsiya beraman, uni qanday motorlardan foydalanayotganimizni ham birma-bir ko'rsatib berishga harakat qilaveraman. Xo'p, mana bunday pushka variantimiz. Pushka variantimiz yoqqanimizda yonish alangasi birinchi probada 3 metrgacha chiqdi. 3 metrgacha alanga chiqdi. Faqat rangi, alangani rangi nima emas? Nima deydi? Tiniq emas.
hali qizil u bo'lmadi dedim. Og'izlarni toraytirib yana boshqacharoq funksiyalar berdik. Bu ham yondi. Keyingi yonishida to'g'ri holatda 1,5 metr masofagacha yondi. Buni o'sha video davomida qo'yib yuborishga harakat qilaman. Faqat buni harorati o'zgargan sari, metalni qizishi o'zgargan sari, masalan, bir marta qizib oladi, yana qandaydir o'zi bir tobiga kelib oladi. Shu holatdagi yonish normasini tekshirish kerak. Hozir meni o'zimni mo'ljalim buni yog' qutisi, ya'ni yog'i ko'p. Mana pastda yog' idishi bor. Shu yog'i ko'p. Buni taxminan shu teng yarmiga qisqartirib olsak, menimcha o'sha o'ylagan effektimizni olamiz bundan ham. Faqat buni haligi nima edi, sinov ketaganligi uchun buni 3 metr yonadi, bo'lmasa 2 metr yonadi sotib olmaylik. Buni o'sha oxirigacha olib borganimizdan keyin buni sizlarga ko'rsatib beramiz, xudo xolasa. Mana bu varianti. Bu varianti yo bu varianti manaqa katta variantlarini xo'jalikka olishlaringizni tavsiya qilmayman. Qanaqadir ishlab chiqarish bor odamlarga tavsiya qilaman. U odamlarga deylik gaz uzilishlar bo'lib qoladigan bo'lsa, gaz yo'q bo'lsa, lekin gaz singari kattaroq energiya xohlaydigan odamlar uchun-da bu. Endi bu holatda mana shu odam bo'yi baravar juda katta alanga yondi bunda. Menimcha rasxodi 5-8 litrgacha rasxodda yondi soatiga. Lekin buni alangasi ham o'shinga yarasha. Shu masalan 2 metr yonib beradigan bo'lsa, mana unday bo'lib. Bu energiya juda katta narsa. Faqat buni mana shu holatda bitta yog' yo'nalishi bor, ikkita havo yo'nalishi bor. Nimaga ikkita havo yo'nalishi? Bitta havo yo'nalishida buncha katta gabaritga ulgurmaydi havo. Yana bitta nimasi bu ikkita havo yo'nalishi deylik, mana shu motorimiz bor. Motor haqida ham informatsiya bermasam bo'lmas ekan. Mana bu motor. Bunisi asha pilisos motor. Bunga mana bunday miya uстановка qilingan. Miya deganimizda buni havosini kam qilish imkoniyatini beradi. Mana bu yerda tokni mana bunday qilib ko'paytirish, kamaytirishga qarab bo'ladi. Bu 10 ta skorli bo'ladi. Bu havoni mana bu garelkalarga mana bu xo'jalik bo'lib aytib o'tganimdek haligi 50-60 sm garantiya beradi yonimizga 2-chi, 3-chi yo maksimal yo'qsiz 4-chi skorgacha ishlatasiz. O'zi asli 10 ta skori bor. U degani o'sha 30% quvvati yetadi shu uchun. Endi bunga ikkita motor qilish kerak. Ikkita motor qilish kerak. O'sha ekovi 5-6 dan ishlaydi. 5-6, 8 gacha ishlaydi skorosda. Endi deydigan bo'lsak, motorning ishlash foizi 70-80%, 60% dan ikkita motor ishlaydi. Miyasi bo'ladi. Mana bu holatda. Buni ikkita trubasini o'sha yo'nalishlari yog' tomonga yo devorlar tomonga qilib ustanovka qilingan. Bu shunaqa aytib o'tgandek katta energiya, haligi gazoblok ishlab chiqaruvchilar bor, yana haligi 5 tonna, 10 tonna yoki 2 tonna, xullas tonnada suv qaynatadigan yo tonnada suv isitadiganlar uchun tavsiya qilaman. Bu katta variantini. Mana bu variantini gazoblok ishlab chiqaruvchilar ko'p oldi. Ular o'sha nima edi, suvlarini gazoblok ishlab chiqarish uchun 60 gradusga olib chiqib olishi kerak. 60 dir, 55-60 shunaqa gradusga olib chiqib oladi. Qo'shayotgan mahsulotlari o'sha gradusda reaksiyaga kirishib, o'sha o'ylangan natijani beradi. Ya'ni gazoblok ishlab chiqarsa bo'ladi. Shu odamlar 2 tonna, 1 tonna yo 3 tonna, 4 tonna suvni o'sha 50-60 gradusga olib chiqib olishi shart. Shu odamlar soatiga qancha rasxod bilan qancha nima qilishdi? Qancha suvni isitishdi? Ma'lumot o'rnida 8 litr rasxod bilan 2 tonna suvni isitishdi. Xo'p, qadrdonlar, endi bu informatsiyani so'raganim. Odatda operatorlarimiz aloqada qanaqa effekt bo'lyapti, minusi, plusi, yana boshqa tomonlarini so'rab surishtirishib qo'yadi. Chunki biz o'zimiz o'sha mahsulotlarda yo bo'lmasa shunaqa katta suvlarda istalmaganimiz uchun isitgan odamlarning ma'lumotlarini sizlarga yetkazib qo'yamiz. Hozir aytib o'tgandek, 8 litr atrobotka bilan 2 tonna suvni o'sha 50-60 gradusga olib chiqishib olgan. Xo'p, endi buni balandligi o'sha aytib o'tganimdek balandroq yonadi. Xullas bu baland yonadi. Endi rasxodi ham shunga yarasha bo'lib ko'payib boraveradi. Deylik bu 5 litrgacha soatga rasxod qiladi. Mana unisi deylik soatiga bu hali maksimal rasxodlar haqida gapiryapman. Bu ham 1 litr rasxod qilishi mumkin, faqat alangasi pastroq bo'ladi. Bu ham yarim litrdan 3 litrgacha rasxod qiladi. Mana bunisi. Endi alangasi baland pastga qarab.
Ha, mana bunisi bu sotuvda ham yo'q. Nima edi? Birinchi yagona nusxa, o'ta qimmatbaho, birov so'rasa sotmaymiz. Bu variantimiz 5 litr rasxod qiladi. Alangasi 30-35 santimetr yonadi. Xuddi shunday qadrdonlar, yana bir sizlarga qiziq bo'lgan ma'lumotlar. Mana bu narsani o'tgan video qilib ham chiqqanimda, bir odam mashinani diskasiya qilib chiqqanimda patentlaganmiz, o'zingizga jabr orttirib olmang, patentlangan buyumlarni sotish qonunan mumkin emas deb chiqqan edi. Uni so'rab surishtirdik. Diskani patentlab bo'lmasligiga yetishdik, lekin patentlangan buyumni haqiqatda ishlab chiqarmasliklaringizni tavsiya qilaman. Xo'p, mana shu bu yerda ham o'sha funksiya havoni o'zi yetadi. Mana bu yerda o'sha ko'mir, hoka, o'tin, tappi, tezak, xullas hamma yo'qni solib yoqsiz bo'laveradi. Maqsad pastdan kelayotgan havo puvdaganda alanga zo'r yonadi. Masalan, o'zimiz ham o'chaqdek o'tni yoqakamizda puf desak, tezda nima edi, harakat bo'lib tezda yonib ketadi-ku, xuddi shuni singari. Hammasida ham havo ishlaydi. Sizlarga masalan hozir mana shu video ko'rayotgan odamlar novvoylarga jo'natib qo'yinglar. Novvoylarga jo'natadigan joyi. Mana bu narsa ko'rib turganingizdek oddiy turba. Oddiy turba. Nima ish bajaradi? Bu mana shu tomonlarda teshiklar ochilgan. Teshiklari bu. Bu novvoylarda tandir qizdirishi uchun. Tandirda masalan ko'pchilik ko'mirda tandir qizdiradigan odamlar uchun shunday soladi bir tomoniga. Mana teshikli tomoni. Bu tomondagi, bu tomonda yana bitta bo'ladi. Ikkita soladi. Shlankadan ustanovka qilib turib, mana shu nasosga ulaydigan bo'lsa, ikkita tomondan chiqayotgan havo ko'mirni shuna to'zitib, butun tandirda alangaga to'ldirib yuboradi. Xuddi mana shu narsa. Bu ham garelka. Ko'rgan odam uchun oddiy turbaga o'xshaydi, metallom, lekin qaysidir novvoyga zarur bo'lsa, mana shunday qilib yasab olishini tavsiya qilaman. Endi buni ham sotsakcha to'g'ri kelmas. Buni menimcha hamma ham yasab olishi kerak. Svarka qo'lidan keladigan odam bemalol yasab oladi. Xo'p. Qadrdonlar, endi buni nimalari haqida, nasoslari haqida ma'lumot beramiz. Xo'p, qadrdonlar, mana bu nasos ko'pchilik uchun tanish nasos. Qadim o'tgan zamonda gaz degan oqma gaz bor zamonda ishlatilgan narsalar edi. Endi hozirgi kunda havo uchun ishlatyapmiz. Noqonuniy emas, qonuniy. Mana bu yerda 6 voltdan 12 voltgacha ko'pchilikka tanish o'zini miyachasi bor. Mana shu narsani havosi mana bunday kichkina bo'lgan garelkalarimizga bemalol yetadi. Mana shu 6 mi, 9 mi, 12 mi qilib ko'tarib, yog'ni berishingizga qarab, buni balandligi baland-past bo'laveradi. Buni video davomida yonishini ham ko'rsatib yoramiz. Mana shunday nasosda ishlashini. Xo'p, mana shu nasos bilan birga mana bu holatini biz hozir 500 ming so'mdan sotyapmiz. Mana shu holatini. Endi bunga yonish balandligi 40 santimetrgacha yonadi. Mana shunaqa kichkina variantlarimizni 40-50 santimetrgacha ham chiqdi. Endi biz 40 santimetr aytaveraylik. Deylik 2 qarich yonadi. Bu asha 10-15 talik qozonimizni polni alanga bilan egallaydi. Rasxodini biz sinadik. Xo'p, soatiga yarim litr rasxod qildikmi? Xullas, kecha kuni sinadik, soatiga yarim litr rasxod qildik. Endi buni sizga kam qilib aytmaylik. Deylik 300 gramdan 1 litrgacha rasxod qiladi, maksimal rasxodi. Siz deylik 30-40 santimetr yoqadigan bo'lsangiz, yarim litr 600 gram yoqishingiz mumkin. Shu holatda ishlaydi. Garelkani bo'yi 11-12 santimetr bo'ladi. Endi qanaqadir joyga solib ishlatadigan odamlar uchun. Bu kichkina varianti mana bu nasos bilan beriladi. Endi sizlarga yana bitta nasos haqida ma'lumot beraman. Mana bu yerda mana bunday qora nasosimiz bor. Mana bu yerga yozib qo'ygan. Buni ham har xil turlari bor. Mana bu yerda mana qayerda qanchadir narxini o'zlaringiz bilib olasizlar. 100% metni, ya'ni misdan degan informatsiyasi bor. 2350 watt deb qo'yibdi. Xullas, mana shu nasos. Bu nasosda ham nimasi zo'r? Havo berishi zo'r. Deylik, garelkalarimizga mana shu обычный mana shu hamma bob bo'lgan garelkamizga mana 10 ta skorligimizni 3-4-chi, 2-skori yetarli bo'lsa, bunda o'sha 10 taga yarasha havoni nima qilib qo'ygan? Nima edi? 2 ta skorga bo'lib qo'ygan. Birinchi skorda 5 ta uradi, ikkinchisida 10 ta uradigan qilib qo'ygan.
Plastmassa korpusli bemalol yoqaveradi. Faqat buni ligrovkasini biz moslanmaganimiz uchun havoni ligrovkasi uchun mana bunday kranik qilib qo'yganmiz. Bu kranikda havoni kam ko'p qilish mumkin. Mana havoni ochib yuborsangiz, mana bu yerdan havoni kamaytirib, ko'paytirsangiz bo'laveradi. Xullas, ikkita kranik bu. Mana shu moslama bilan qo'shib beramiz. Kim oladigan bo'lsa ham, mana shu holatda. Faqat buni bitta nima tomoni biror soatda dam berish kerak. Plastmassa korpusga bir 10 minut dam berib yuboriladi, yana ishlataveradi. Agar soatda yarim soat, 1 soat ishlataman deydigan bo'lsa bo'laveradi. Yaxshi ishlab beraveradi. Istasa yana bitta добавочный motor qilib olsa ham bo'laveradi. Birisini sovutib, birisini ishlatsa ham bo'laveradi. Faqat buni bitta notomon aytib o'tib ketaman video davomida. Mana hozir menimcha tok bor bunda. Mana bu yerda mana ikkita skor. Bu birda 5 turadi, bunda 10 turadi. Mana. Xullas, mana shu holatda. Endi mana bu narsamizni ham bitta ishlatib ko'rsatib beraman. Ba'zi odamlar uchun tanish bastir. Buni ham mana bittasiga plyusli, bittasiga minusli rangi bo'lardi, rang ko'rinmayapti. Mana shamol chiqishni boshladi. Hozir mana 6 da ekan, 9, mana 12. Mana endi nimada ko'rsatsa bo'ladi? Mana bunday materialdan ko'rsatsa bo'laveradi. Mana shu holatda havo pudaydi. Bu kichkina garelkalarimiz uchun. Mana to'ktimni o'tsak, bo'ldi. Tugadi. Xullas, bu nasosimiz. Endi mana bu nasosimizni ko'rsatib beramiz. Bu nasosimiz xullas biroz kamyobroq. O'sha buni terib beradigan bolalarimiz ham hech ulgishmayapti. Buni har xillari bor. Ma'lumot o'rnida aytishim kerak. Biz buni Andijondan, Namangandan, yana boshqa joylardan sotib oldik. Faqat nima deydi, ichidagi narsa sxemasi mana bu miyani ichidagi narsani hali o'rtachoq narsa qo'yib qo'yishdi. Ko'p odamda hali biz sotuvchimiz sotib buni o'zimiz termaganimiz uchun o'zimiz olganmiz deb sotdik, lekin ko'p kuyish paydo bo'ldi ularkida. Indamasdan boshqa qilib ham berishadi, mabodo qo'limizda kuyib qolsa. Lekin ishonchligini endi faqat o'sha bitta ikkita odam qilib beryapti, shu odamlardan olyapmiz. Endi buni ishlashini sizlarga ko'rsatib beraman. Mana hozir mana birinchi skor, ikkinchi skor, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Xo'p. Mana shu holatda mana ishlayapti. Mana uchirishi mana. Bu pastroq holatda mana bu ham mashin o'zini yetadi bizni nima kerakamiz uchun. Bu degani apparat o'sha 30-40% ishlaydigan bo'lsa, buni umri uzoq bo'lishini olib keladi. Hali maksimal nagruzkani bermaymiz. Maksimal nagruzka emas, 20, 30, 40% ishlasa, bu narsada uzoq muddat ishlayveradi. Xo'p, qadrdonlar, endi sizlarga buni baribir narx qiziq. Mabodo yasab olmoqchi bo'lgan odamlar uchun informatsiyani to'liq eshitib bo'lgan, bemalol yasab olishlaring mumkin. Maqqa o'tib olasiz. Quyoshga qarab qo'ymasangiz bo'ldi. Informatsiya uchun sizlarga ma'lumot berdik. Eplaydigan odam yasab olsa xursand bo'lamiz. Lekin bularning narxi haqida ham ma'lumot bermadik, menga zarar edi, vaqtim yo'q uni yasagani deydigan odamlar uchun bular narxlar haqida tanishtirib o'tib ketamiz. Xo'p, mana shu garelka hoka yonadi, o'zlaringiz bilasizlar. Mana bu yerda nasosi bor. Mana bunday 100% mis deb yozib qo'ygan qora nasosi bilan birga buni narxi 600 ming so'm. Mana shu holatda shlankisi ham bo'ladi. Bitta shlank qo'shib beriladi. Shu olib borishsizlik bilan ishlataverasiz. 600 ming so'mdan mana shu garelkani narxi. Xo'p, endi mana bunday kichkina motorimiz, ya'ni past havo beradigan nasosi bilan akkumulyatorga ham ishlayveradi. Buni akkumulyatorga ulasa ham bo'ladi, to'g'ridan to'g'ri. Shu bilan mana bu garelkamizning narxi 500 ming so'm. 500 ming so'm. Atrobotkada yonadi. Buni yutuq tomoni, buni o'sha yog'ini, havosini ligrovka qilib qo'yganingizdan keyin buni ustida turishingiz shart emasligi. Atrobotkaning yutuq tomoni. Endi hokalikda kelganda, hokalikda o'sha hozirgi kunda ekologiyamizdan buzilib qolibdi-yu, ancha chang ko'p ekan Toshkentda eshitishimizcha. Biz qishloqda yashaganimiz uchun Xudoga shukr deb o'tiribmiz. Xullas, bundan tutun chiqish foizi ham bor. Ancha muncha cho'g' uchirish ham bor. Endi bu atalab pishiradigan akalarimiz uchun juda qulay. Bunga vaqti bilan deylik 3 minut, 5 minutda qanchadir ko'mirdir, o'tindir, nimadir tashab qo'yish kerak-da bunga.
ustida turishingiz kerak. Buni narxi 600 ming so'm, mana buni narxi 500 ming so'm. Kichkina garelkachalar narxi. Agar mabodo siz yo'q, bunaqa qora nasos olmayman, manaqa olaman, lekin mana unaqa miyaligidan olaman deydigan bo'lsangiz, bu motor bilan birga buni narxi 900 ming so'mga chiqib ketadi. Sababi motorni narxi qimmatligi uchun buni ham narxi ko'payib boradi. Bu bilan birga, mana bu bilan birga 900 ming so'm. Bu garelkamiz. Xo'p, endi mana bunday katta variantimizni qanchadir narx qo'yishimiz kerak, lekin o'sha havosini bundan ham boshqa, bundan ham kuchliroq bo'lgan nasosni o'ylab turibmiz. Agar o'shani qo'yganimizdan keyin bir narx aytsak bo'laveradi. Shu katta variantimizga ham. Shu bilan bo'ladigan bo'lsa, ikkita motor qo'yib sotishimizga to'g'ri keladi. Menimcha taxminan buni narxini shu 2 million so'm sotsak bo'laveradi. Mana shu nasosdan ikkita bo'ladi. Mana shu yonishlarini, yoqishlarini ko'rsatib beramiz 2 million so'mga. Mana pushkali variantimizni oxiriga yetgandan keyin buni ham narxi chiqadi, xudo xolasa. Endi mana bunday standart, ya'ni o'sha odamlarga juda ko'p foizda sotganmiz, hamma uchun juda qulay normada yonadi. O'sha 100 talik, 200 talik qozonda bemalol atalab pishirsa ham yo boshqa narsa qilsa ham juda qulay variantligi uchun mana shu eng ko'p miqdorda bor bizda. Buni narxi mana bunday alyumin motor bilan birga 1 million so'm. Mana bunday plastmassa motor bilan birga mana ligrovkasi ham bor uning ichida. 700 ming so'm. Mana bunday qora motor bilan birga. Xo'p. Endi mana bunday katta variantimiz bu o'sha balandroq alanga beradi. Buni narxi 1 million 400 ming so'm. Mana bu variantimiz. Mana bu variantimiz yaxshilab ko'rib olinglar, mana. Yaxshilab ko'ringlar, bu juda murakkab narsa emas. Bu bepul. Informatsiya beramiz xolos. Buni yasab bermaymiz. Xullas sizlarni majbur qilamizki, novvoylarimiz, novvoy akalarimiz shu ozgina svarkani olib, qo'lga mana shu narsani yasab olsin, bepulga tushsin. Turbani endi ichcha pulga rasodga olasiz. Mana bu narsamiz umuman bu qimmatbaho, buni umuman sotmaymiz. Xo'p. Bu hali nima edi, sizga zarar keltiradigan narsani sotgimiz kelmayapti. Xo'p, qadrdonlar, sizlarga atrobotka haqida qanchadir informatsiya berishga harakat qildik. Asosiysi atrobotkani yuqori haroratga chiqib olgandan keyin yonishligiga ahamiyat bering. Mabodo yasamoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, buni past haroratda voy yonmayapti-ku degan fikrni qilmang. Buni sinovi qachonki mana shu qozoni qiziydi, buni siz bilasiz, qanday holatda, qanday bo'lib yonyapti, keyin sekin his qilib borasiz. Buni oddiy mana shu narsani yasash uchun ham, shu effektni topish uchun ham biz oylab, yillab harakat qilib yotibmiz. Yana ham yaxshiroq effekt olish uchun, kamroq rasxod, ko'proq energiya olishimiz uchun harakatdamiz doim. Mana shu qanchalar to'plagan bilimlarimiz. Bundan ham murakkab bo'lgan narsalar bor. Miya qilganmiz, yog'da ligrovka bilan beradigan, havoni ligrovka bilan beradigan, o'zi yashikda nima qilib, alohida katyollarini ustanovkalar qilganmiz. Faqat buni oxiriga yetib bormaganligimiz uchun, endi hali energiya ko'payib ketganligi uchun uni to'liq taqsimlamadik. Buni sizlarga ko'rsatishda ham ep ko'rmadik. Xudo xolasa ularni ham effektini olgandan keyin sizlarga qanday yutuqlarga erishganimizni yana ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Xullas, qadrdonlar, boshqa mahsulotlarimiz haqida yana boshqa videolarimizda qo'yib borishga harakat qilamiz. Hammalar sog' salomat bo'linglar. Albatta, pastdagi raqamlarga aloqa chiqarasizlar. Mabodo sotib olmoqchi bo'lsalaringiz, agar mabodo o'zlaringiz yasab olsalaringiz, sotganimizdan ko'ra ko'proq xursand bo'lamiz. Hammalar sog' salomat bo'linglar.